Tak, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 30-iyun bu ikkinchi reysimiz Astaradan Toshkentga. Qay shahar deganlarga. Birinchi savol, yo'l kiraga rozimisizlar? Rozimiz. Davron aka, necha yil bo'ldi? 5 yil bo'lib qoldimi yo o'tdimi? Problema bo'lganmi? Ishonarlimi? Gapiringlar. Menga savolga savol emas, o'zingizlar gapirsanglar, boshqalarga bu kerakli, foydali narsa-da. 100% ishonarli. Temur aka. Zo'r opa. Taksi qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Otash. Otabekam bolalar. Konditsioner, zaryadka hamma narsa ishlayaptimi? Asqar aka, kech kelishni tavsiya qilasizmi yo vaqtli kelishdimi? Men vaqtli keldim, 12 deylik, 12. Aka 11 da kelish kerak. Menga 12 уже поздно. To'ydan keyingi xina. 12 da haydab ketadi. Menga zarda qilmang aka. Umid aka, nima deysiz? Ishonarlimi? Nurulla aka. Nechida keldinglar? 11 da. Yo'q. Shanxayga men nechida? Men nechida keldim? 6:30 da masjidda bo'ldimmi? Hamma insonga 11 da bo'linglar deyman aka. Menga zarda qilmang. Siz zardangizni men ko'tarmayman. 11 da bo'lsa mana shu avtobus даже 12 yetmasdan haydaydi-da aka. Bitta insonga 35 ta inson turibdi. Apa, joylaringiz yaxshimi? Probka bo'lib qoldi yo'llar. Senimdimi ekan? Ammo sen jetvangizda. Место устраивает твой? Отлично. Давай, Жанка, aqjal тебе. Tangda tushishtir, tangda. Muslim bolasi nima deysiz? Pardon yopamiz. Taksi qilsa bo'ladimi? Bo'p, sog' salomat yetib olamiz. Mana bu joylarda hammasini egasi bor, almashmaymiz. Dilmurod aka kech kelmaymiz. Ko'rdinglar, ishimiz oson emas. 12 da 3 ta avtobus bo'lgandan keyin birin ketin birini jo'natish kerak. Shuning uchun samolyotga bilet olsangiz, Alloh haqqi 4 soat oldin borib o'tirasiz. Javob, to'g'rimi? Bizni ham hurmat. Bizni ham hurmat qilinglar. 12 dadimi 11 da bo'lishga harakat qilinglar. Ko'ka, aman esen jetvangizlar, yo'llaringiz bo'lsin, nima deysiz? Ishonarlimi? Umidjon. Yo. Islomjon, Ikromjonida. Nima deysiz? Ilhomjon. Ishonarlimi? Nima deysiz? Birinchi ketishim. Borgandan keyin ko'rasiz uni. Ota, Umar ota. O deydi. Gapiring. Salomat uylarimiz to'lar, barimizdan jamsiz sog'lik. Ishonarlimi? Avtobus toza pokizaligi. Husan aka, shu kishi. Bo'ladi, hammasi joyida. Mana bu kishini oyog'ini chopib yuboring ozgina. Ha, endi gapiringlar. Joyida vaqtli bo'lyapti, boryapmiz. Zaryadka konditsioner ishlayaptimi? Tavsiya qilsalaringmi? Ko'rdinglar aka, bitta insonga avtobus turdi 1 soatdan beri. 11 da masjidda bo'lsa, значит, bez problem haydaymiz. Sog' salomat ukam, nima deysiz? Dadangiz ko'ryapti. Ishlayaptimi konditsioner? Agar sog' bo'lib ketsa, krishkalarni yopamiz. Tak, Bahrom aka. Ishonchlik zo'r. Birinchi marta emas. Yo'q. Tanjonlaring sog' bo'lsin, Sherali aka, pulni shofyorga berib pasportingizni olaverasiz. Sog' salomat. Raqam profilda turibdi, dinara bo'lib chiqadi. Like, kommentariy, hammangizni yaxshi ko'raman.